Xalisa Pişiriqtam salondagi barliq azizlar qandoqlanglar yaxshimi? Bugun o'tmoqchi bo'lgan yangi bir darsimiz, yana bo'g'chi pechennisini o'tamiz. Qizlar buningki bitib chiqqan shakli ko'rinishi nihoyat yaxshi, yana ko'rkam holat chiqadi. Oldi bilan javorimizga 350 gram un, 150 gram seriq may eritilgan seriq may ikkisini ma'qul shakl bo'yicha aralashtirib olamiz. Endi buni aralashtirib bo'lgandan keyin buning ustiga qizlar ozroq miqdorda tuz, undan keyin qolsa ko'ptirgich vanilani silvasanlar bo'ldi. Ondan bir tal tuxumning seriqi va yani smetana 100 gram smetanani qo'yamiz. Smetana deganimiz odatda qatiq bilan qaymoqningki tangda nisbatan aralashtiramiz. Endi buni ma'qul shakl bo'yicha qachimizning ustiga quyib turib, buni xamir oldiga akilib olamiz. Endi buningga smetana topamsanglar, qaymoqni aralashtirsanglarmi bo'ladi. Bir tal tuxumning seriqini qo'shib olsanglar, shunda yaxshi payzi chiqadi. Monika xamirimizni yo'g'irib ma'qul shaklga akilib oldik. Endi bu xil shaklga akilib olgandan keyin biz bu xamirimizni bir yarim soat, ya'ni 30 minut atrofida bir xil tindirib olamiz. 30 minut atrofida tindirib olgandan keyin tuxumning seriqidagi holatda pomza qilib turib, buni yeyib ichib olsanglar bo'ldi. Ya'ni pomza qilib olsanglar bo'ldi. Biz shu penshirlarga jumla qolat buncha pomza qilmiz emasmiz, o'lqan qo'sha. Monika, endi biz bu shu pranikimizniki xamirni ma'qul shakl bo'yicha jumla qolatga kelib turib, buni bir 10 minut atrofida tindirsanglar bo'ldi. Monika üstünü bağışlayınday deyip durup, biz hem de bunu meyacetke aldık. Onun deyken qalsa, biz hem de xamirimizni ma'qul şekil boyunca içib olamiz. İçib olgandan keyin, biz hem de qızlar, bu tayyor kelgan şokoladli kempitli varmız mı? Onu alsanglar bo'ldi. Onun deyken, bütün halatda kelgan şokoladlar var. Onu alsanglar bo'ldi. Yoki bo'lmasa badam meg'izi, ichiga qanimlar iris yoki o'zinglar xohlagan yoqtirgan qiymalarni alsanglar bo'ldi. Meg'izlarni eritib turib, ya'ni şu ayam yemişki qildigan qiyamlar varmız mı? Şunu alsanglar bo'ldi. Endi Monika biz şokoladimizni ma'qul shakl bo'yicha Monika qaranglar, buni yumlab kelgan shokolad kempitimizni ichiga ilib turib, ma'ni ma'qul holatga kelganimiz. Ondan xamirimizning ustini chiroyli biz ko'rkamlik holatda bezash uchun kokofolli xamirni tayyor qilib olsanglar bo'ldi jumi bu mashg'ulotimizda. Monika mana bunda holat bo'yicha yumloq pomza qilib oldik. Undan keyin biz bunga chiroyli shakl beramiz. Shakl berishda bunda bir xil qisqichlarimiz bormiz. Bu qashqishadigan, lekin o'zinglar qashqishlatganini ishlatmay bozordan yig'ib setib olsanglar bo'ldi qizlar. Shuni olib chiroyli shakl chiqaramiz. Endi buni ma'vu ichiga oldigan, ya'ni süzme. Süzmeni undan keyin qolsa buni quritilgan yemish, üzüm, ondan keyin qazma qurtilgan yemishlarni ma'qul shakl bo'yicha yana suzum bilan meg'izlarni yeb turib, ma'qul shaklda ma'qul holatda olsanglar bo'ldi. Shunda payz chiqadi. Monika suzmini, ondan keyin qazma meg'izni, ondan keyin ikki quruq yemishni ma'qul holat bo'yicha elib buni tayyorlab oldik. Endi hammasini ma'qul holat bo'yicha tayyorlab bo'lgandan keyin biz endi buni kokofolli holatdagi xamirimizni tayyor qilib olsanglar bo'ldi. Bunga ozroq miqdorda kokofonni qo'shib turib, lamkin tayyor qilib olamiz bu xamirimizni qizlar. Bunga faqat naqsh chiqarish uchun biz alqimish fantan xamirninki yanalqi nimasi bormiz, chiroyli shakl chiqarilgan. Shu qiliblar bilan shakl chiqarib olsanglar bo'ldi. U qilibimiz buni ma'qul holat bo'yicha bo'ldi. Bunga xohlagan shakldagi qiliblarni qilsanglar bo'ldi. Ma'qul holat bo'yicha bossanglar, ato'cha shakl chiqdi. Shuning bilan ustiga chiroyli holatga kelgan yana desenlarni bag'il bo'ldi. Monika, biz hamda bir narsalarga ina holat bo'yicha ma'qul shakl bo'yicha mana shakl kirgizsizlarmi? Qisib turib, naydi chiroyli shaklda shakl kirgizsanglar bo'ldi. Bu qilibsiz holatga kelgan pranikimizdanki bir turi bo'lib hisoblandi. Monika shu xil shakl bo'yicha buningki oyoqdan boshdan tamoman har xil holatcha qilib olsanglar bo'ldi. Yana boshqa shakllar bo'lsa, shundan foydalanib jumib. Shunda chiroyli ko'rkam ham ichida shunda bir xil quvvatli holat bo'lgan pranikimiz bitib chiqqan bo'ldi. Bo'libmi bolalar bek yoqtirib yeydi buni. Ham dasturxonlikqa yangi turlar bo'yicha bozor sotsanglar bo'ldi. Monika ma'ninki shakl berib bo'ldik. Shakl berib bo'lgandan keyin
Buni rətlik çıraylı şəkildə dastıqınımızı, yəni listqı tizib, mayçımırış qağızını qoyub durub. Andan bu mərvayət kəmpitli var. Bu mərvayət kəmpitimizni avı kakofilni qalatdik gələn xəmirimizni ikisini juplab bolğan dikən üstüge mağıl şəkil boyunca besildizlər. Andan doxupkumuzun gradusunu 180 ga tənşəb durub 25 minutdan 30 minutgacha pişirib elvasanlar boldu. Çıraylı gələn tabaqlarga tizib, toyunun yarışı qılıb durub dastıqanı qısanlar boldu. Bunaka qaranglar bitib chiqqan şəkli görünüşü. Əmdi sizlərə bunun içini ko'rsatib o'tsak, buniki maqlarni birinchi taqsir qo'yib turib, pichoqlar bilan o'ttirni maqil shaklda kesib, buni qaranglar meg'iz bilan, yemish bilan, shokoladlar, g'alati shokolad bilan chiqadi, ha. Shunday esil tamlik g'alati chiqadi. Qani bir sinab baqsanglar bo'ladi. Bugungi darsimiz mishada oyoqlashdi. Kelar qitimqi yangi sonda yuz ko'rishaylik.